Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 3-cü ayının 13-cü günü cümə. Həmmanlarning bugungi muborak cümə günü xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda mustaqil tekshirishga yo'l qo'yishi kerakligini ta'kidladi. Antony Blinken 10 mart günü Amerika Davlat Majlisi Tashqi ishlar komitetidagi isbot anglash yig'inida so'z qilganda mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy dunyoning Xinjiang rayonini ziyorat qilishiga yo'l qo'yib, rayondagi Uyg'ur musulmonlarining huquqiga daxli tarz qilmaydiganligiga kapolatlik qilishi kerak. U yana mundaq degan: Agar Xitoy u yerda hech qanday ish yuz bermayotidi deydi ekan, u holda u xalqaro jamiyatning va shundaqli Birlashgan Davlatlar Tashkilotining u yerga berishiga ruxsat qilishi kerak. Xitoyning yushiradigan narsasi bo'lmasa, u yana bizga ko'rsatsin. Dunyoga ko'rsatsin. Tashqi ishlar ministri Blinken yana Amerika va boshqa davlatlarning Sharq Turkistonda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandachiligiga qarshi ovoz chiqarishi kerakligini, ularning majburiy emgak bilan yasalgan tovarlarni import qilmasligi, Xitoyga zulmda qo'llanish ehtimolligi bo'lgan tovarlarni eksport qilmaslikka kapolatlik qilishi kerakligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bu so'zlarni Amerikadagi 50 dan oshiq mustaqil mutaxassis Uyg'ur qirg'inchiligi nomli doklad e'lon qilib, Xitoy hukumati Uyg'urlarga yurgizgan bostirishlari orqali Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi har bir moddaga xiloflik qilgan deb ko'rsatgandan keyin qildi. Shu kuni yana Oqsaroy bayonotchisi Washington tashkilotchisi gazeta muxbirining ziyoratini qabul qilib, Amerika hukumatining bu masaladagi maydonini yana bir qitim muayyanlashtirgan. Bayonotchi mundaq degan: Prezident Bayden 10 fevral Xitoy raisi Shi bilan so'zlashdi. Bu suhbatning bir qismi bizning Xinjiangdagi kishilik huquq dafsandachiligiga bo'lgan kuchlik andishimizni aniq o'ttirib qo'yish bo'ldi. Uyg'urlarga yurgizilgan va hali ham davom qilayotgan insoniyatga qarshi va irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sal qarashga bo'lmaydi. U cho'qim og'ir oqibatga duch kelishi kerak. Oqsaroy bayonotchisi yana Bayden hukumatining bu masalada sherik davlatlar bilan qo'sh taraflik va ko'p taraflik munbarlarda hamkorlashib turib, Xitoyni jazolash va bu vahshiylikning to'xtatilishiga kapolatlik qilishning yo'llarini izlaydiganligini bildirgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyining oliy maslahatchisi doktor Rishad Abbas apandimning bevosita o'rinlashtirishi bilan 10 mart kuni Washington shahridagi Uyg'ur harakati tashkilotining xodimlari Amerika hukumatining sobiq tashqi ishlar ministri, Uyg'ur xalqining so'yimlik do'sti Mike Pompeo apandi bilan ayrim uchrashdi hamda uning bilan Uyg'urlar masalasi haqida keng kushada suhbat ilib bordi. Ko'rishish jarayonida Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim Mike Pompeoning harmay talmay haqiqat uchun ko'krak kerib o'tirg'i chiqqanligidek jasoratiga va Uyg'urlar masalasida ko'rsatib kelgan g'oyat zo'r tirishchanligiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan takror minnatdorlik bildirdi. Mike Pompeo suhbat jarayonida o'zining har qachon adolatni yoqlaydiganligini, hozirmi o'zining oddiy bir Amerika fuqarosi bo'lish sifati bilan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrash ahvolini yaqindan kuzatib kelayotganligi va bu xil qirg'inchilikni to'xtatish uchun bundan keyin qo'lidan keladigan tirishchanlikni ko'rsatadiganligini bayon qildi. Bo'libmi Mike Pompeo Amerikaning yangi tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida o'zi bilan o'xshash maydonda turganligidan bakmi xursand bo'lganligini va Amerikaning hozirgi yangi hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun jiddiy qadamlarni besishini umid qiladiganligini bildirdi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandim bu yil 19 yanvar Xitoyning Uyg'ur rayonidagi bostirish masalasi haqida Amerika tashqi ishlar ministrligining chiqargan qarori nomli bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamli bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarlagan. Bu tarixiy qaror Kanada va Gollandiya parlamentlaridami Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida qaror qabul qilinishida turkilik rol o'ynagan edi. Shundan buyon Xitoy hokimiyati Mike Pompeo apandimni o'zining birinchi nomorliq dushmani deb qarab, butun ishki tashqi axborot vositalarida uningga qarshi umumiy hujum boshlatgan. Butun Sharq Turkiston miqyosida bo'lsa Mike Pompeoni kurash qilish to'lqini qo'zg'agan edi. Kuzatuvchilar Mike Pompeo apandimni Uyg'urlar uchun eng zo'r tuhfa qo'shgan chet el rahbarlarining biri deb qaramoqda. Turkiyada hokimiyat beshida turayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasining va bu partiyaning raisi ham Turkiya Cumhuriyatining prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anning Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi masalasida hozirgacha sukut qilib turuvilishi Turkiyadagi asosli o'qituvchi partiyalarning qattiq tanqidiga uchradi. Recep Tayyip Erdo'g'anning hukumatini yaqindan qo'llab kelayotgan va Uyg'urlar masalasida izchil holda sukut qilib turayotgan Turkiyadagi Millatchi harakat partiyasi bu xil tanqidlardan nasibasini oldi.
Türkiye'deki İyi Partiyasının reisi Meral Akşener Hanım 9 Mart günü partiyasının parlamentde haftada bir qitim ötküzülüdigan yığında qilgan sözüde Uyghur meselesi toğrusida alohida to'xtaldi ve Türkiye hükümetini qattiq tanqid qildi. Meral Akşener Hanımның bu nutqi ba'zi televiziya ve ijtimoiy taratqular orqali naq maydondan tarqitildi. O sözünü mundaq boshladi. Aziz millatim, qimmatli vatandoshlarım, Türkiye hükümeti devlet ve milletning qimmat qarashlaridan yiroqlashib ketdi. Biz qancha oydan buyon hukumatdan qachon Sharq Turkistondagi Xitoy zulmiga qarshi inkas qaytursan deb so'rayotimiz. Partiyamizning parlamentdagi guruhi mas'ullari parlament raisi Mustafa Shantop apandi bilan ko'rishib, ismining oldida Türk atalg'usi bor Turkiya parlamentining hech bo'lmasa Xitoy zulmi to'g'risida o'rtaq bir qaror ma'qullashni talab qildi. Lekin texichi hech qanday gap yo'q. Ammo buni davomli so'ylaymiz. Prezidentimiz texichi sukutda Türk birlikini ilgiri surayotgan hukumatning sheriki Millatchi harakat partiyasining raisi ustalning ostiga mo'kib elib chiqmayotadi. Misrlik Robiya uchun shuor to'lgan hukumat Xitoyga qarshi hech nima deyolmayotadi. Meral Akşener xonim Rajab Tayyip Erdo'g'anning o'zini Uyg'urlarning o'rniga qo'yib xiyol qilib beqishini iltimos qilib mundaq dedi. Prezident, ko'zingizni yumib xiyol qilib beqing. Qizingizni, keliningizni va ayolingizni hammasini Xitoy lageriga elib ketganini faraz qilib beqing. Nəvrlərinizini Xitay lagerlarga solab qoyub, keliniz və qızınızның uyiga Xitay ərlərini o'rlashtirib qoysa, qandaq qilasiz? Bu türklikə və musulmonlikqa sig'amdi. Ko'zingizni yumib buni xiyol qilib beqing. Hurmatli prezident Erdo'g'an, bundaq bir ahvolda qandaq qilasiz? Qachon sukutingizni buzasiz? Qachon dollarning hisobini qilmay, muqaddas yerlarga tekkan Xitoyning qo'lini tutmayman deysiz? Xitoyning qo'lini sundur demidik. Xitoyning qo'lini tutmang deyapmiz. Tutmang. Ondan başqa yana Türkiye parlamentida Türkiyəni idare qilayotgan Adalet ve Taraqqiyot partiyasidan başqa partiyalarning parlament a'zolari orqa-orqadan parlamentda so'z qilib, Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatini o'ttirg'i qo'ymoqda. Shuning bilan birlikda ular yana Türkiye hukumatining Uyg'urlarga ega chiqmaganligini tanqid qilmoqda. 10 Mart günü Cumhuriyet Xalq Partiyasining bo'lgan parlament a'zosi Burcu Göksel xonim parlamentdagi umumiy yig'inda so'z qilib, hukumatni qattiq tanqid qildi. U mundaq dedi: Türkiyening jazo lagerlari masalasida sukutda turib elishi İslam Həmkarlığı Təşkilatının məsulluq vəzifəsini ötəvatqan məzgildimi Uyğurlar toğırlıq heç qandaq bir iş qılmağanlıqı. 2019 yılı 3. ayının 1. günüdən 2. günügücə ötküzülgən İslam Dövlətləri Taşqı İşlər Ministerləri yığınında Uyğur məsələsini oturğa qoyuş uyaqda tursun, Xitay dövlətiga rəhmət etişini qəbul qılanmayımız. Bu yerdə davamlıq Uyğurlar bizning qeyrindişimiz deysizlər. Amma ular zulmğa uçravasa sükutda turusizlar. Sizlərning qeyrindaşlığınlar bu mu? Sharq Turkistonda ig'ir zulmga, iskanjaga va tan jazosiga uchrayotganlarning ko'pi ayollar va bolalardir. Hukumatning bu masalaga qarab turmasligini talab qilamiz. Turkiya parlamentida har hafta degudek Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati o'qituvchi partiyalardan bo'lgan parlament a'zolari tomonidan o'ttirg'i qo'yilmoqda. Gollandiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgandan keyin Yevropa Birligining markaziy hisoblangan Belgiyadami bu xil sadolar uzluksiz kuchayib bormoqda. 11 Mart günü Belgiya Uyg'ur jamiyati Brükseldagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qattiq norozilik bildirish bilan birga, Belgiya parlamentini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishga va Belgiya hukumatini Xitoyning bu xil irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imaru apandining riyosatchiligida o'tkazilgan bu qitimqi namoyishga Belgiya parlamentiga Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida taklif loyihasi sungan Belgiya Yeshillar partiyasiga mansub parlament a'zosi hurmatli Samuel Kogulati apandim ataydan kelib namoyishga qatnashib, o'zining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini bevosita ifoda qilish bilan birga, Belgiya parlamentining o'zlari sungan taklif loyihasini kechiktirmay ma'qullashining zarurligini ta'kidladi. Namoyish jarayonida parlament a'zosi Samuel Kogulati apandi Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdullah Imaru apandi va tashkilot mas'ullari bilan suhbat elib berib, Belgiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilg'izish uchun buningdan keyin o'rtaq elib beriladigan konkret xizmatlar haqida muzokara elib bordi. China diktator! China diktator! China diktator! China diktator! China diktator! China diktator! China killer! Türkiye Sud Mahkemesining elga tonilgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan apandimga qaratib kelgan nazoratni bekor qilishi chet ellardagi Uyg'urlarni alohida so'yindirdi.
11 mart payshanba kuni İstanbul Çağlayan'daki sud mahkamasida Uyghur cemaat erbabı Abduqodir Yapcan'ın üstüden yepiq sud içilib, onun haqqida ilgari sudda ilingan nazorat ostida turish, mahalli sirtiga chiqmaslik to'g'risidagi qaror bekor qilindi va Abduqodir Yapcan'ning Turkiyaning har qaysi shahar va rayonlarida erkin yuralaydiganligi bildirildi. 2000-yillarning boshlarida Xitoy tarafidan Abduqodir Yapcan apandim bilan birga qorinib, atalmış terroristlar tizimligiga kirgizilgan Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Turkiya sotining Abduqodir Yapcan apandimga qartib kelgan nazoratni bekor qilganligidan alohida mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga mustabid Xitoy hokimiyatining quruq tuhmatlari va yolg'on dalil isbotlari bilan sotlanayotgan Abduqodir Yapcan apandimning Turkiya sotida butunlay oqlanib chiqishiga ishonadiganligini bildirdi. Xitoy hukumati 2000-yillarning boshlarida Dolqun Aysa apandi ustidan xalqaro soqchi tashkiloti orqali qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarg'izgan. 2018-yili xalqaro soqchi tashkiloti xalqaro qonun organlarining talabi bilan Dolqun Aysa apandimning ustidan chiqargan qizil ranglik tutish buyrug'ini amaldan qoldirgan edi. Abduqodir Yapcan ustidan 11 mart chaqirilgan sudda oldi bilan bosh mufattish so'z qilib, Abduqodir Yapcan masalasining vaqtining bek uzrab ketganligi va uni ayblashdagi dalil paketining to'liq bo'lmaganligi sababidan bu sudning bekor qilinishini va Abduqodir Yapcanning erkinlikka chiqishini talab qildi. Abduqodir Yapcan sudda o'zining hech qanday jinoyati yo'qligini, Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligi sababidan butkul Uyg'urlarni jinoyatchi deb tuhmat chaplaydiganligini, o'zining bir qancha yildan buyon adolatsiz turda tutib turilganligi sababidan erkin qo'yib berilishini shundaqli o'zining Xitoy hokimiyati ustidan sudga arz sunib uningdan moddiy va ma'naviy badal to'lashni talab qiladiganligini bildirdi. Abduqodir Yapcanning advokati sudda so'z qilib, Abduqodir Yapcan haqida Xitoy doiralari tarafidan sunilgan shikoyatlarning dalil isboti yo'qligini va bu sudni bekor qilishni shundaqla Abduqodir Yapcanning erkinlikka chiqishini talab qildi. Bosh sudchi yordamchilari bilan 5 minut o'zaro maslahat qilgandan keyin Abduqodir Yapcan haqida hukm chiqarib, bu sudni kechiktirdiganligini va kelar oy ichida qayta ochadiganligini. Biroq Abduqodir Yapcanning ustidagi nazoratning shundaqla uning Istanbuldagi mahallasidan sirtqa chiqmaslik to'g'risidagi hukmning bekor qilinganligini e'lon qildi. Amerikaning yuqori darajalik harbiy qo'mondoni Xitoy Dunya sahnasida Amerikaning o'rnini egallash planini tezlatayotdi deb ogohlantirdi. Amerikaning Osiyo Tinch okeanidagi yuqori darajalik harbiy amaldori Admiral Philip Davidson Amerika Davlat Majlisi Qurolli qismlar komitetida ichilgan isbot anglash yig'inida Xitoy tahdidi haqida nuqtaliq to'xtalgan. U mundaq degan: "Men Xitoyning Amerikaning o'rnini egallash planini va bizning qonun asosidagi xalqaro tartibdagi rahbarlik rolimizni tortib olish planini tezlatayotganligidan ansirayman. Ular uzundan buyon buni 2052-yilgacha ishga oshirdiganligini deb kelgan. Mencha ular nishoniga intayin tez yaqinlashyotdi." Admiral Philip Davidson yana Xitoyning kelgusi 6 yilda Tayvanni besib olishi mumkinligini ogohlantirgan. U so'zida Tayvan aniqki ularning nishonlarining biri. Men bu tahdidni oldimizga 10 yilda hatto kelgusi 6 yilda o'zini ko'rsatadi deb qarayman degan. O 9 mart seshanba kuni ichilgan isbot anglash yig'inida Xitoyning 21-asrning xavfsizligiga bo'lgan eng uzun muddatli strategiyalik tahdid deb Amerikaning Beijing paydo qilayotgan tahdidlarga qarata diqqatni oshirishi, ilgarigi sal qarash pozitsiyasini takrorlamasligi kerak degan. Davidson shu kunki so'zda yana Xitoy taraqqiy qildirayotgan sistema va iqtidorlarning uning tajovuzchilik xarakterini ochiq ko'rsatib beradiganligini, Xitoy o'zini avval o'rinda deb qaragan hamon uni cho'qim qo'llanishga o'rindiganligini bildirgan. U buningga misol ko'rsatganda Xitoyning Hong Kongda, Sharq Turkistonda qilayotganlarini va Hindiston bilan bo'lgan chegara to'qinishidagi pozitsiyalarini misolga ilib, bundan keyin o'xshash ishlar Guam va Tayvanda yuz berishi mumkin degan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning tabiiy boyliqlarini talon-taroj qilish qadamini jiddiy tezlatmoqda. Xitoy xəvərlər torida e'lon qilingan xabardan qaraganda Sharq Turkistondagi asosliq neft bazalarining biri bo'lgan Jo'ng'or o'ymonligidagi jug'lanma gaz ishlab chiqarish miqdori 10 milliard kub metrdan oshib ketgan. Xitoy doiralari 2020-yildan boshlab Sharq Turkistondagi neft bazalarida neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish qurilmasini kuchaytirib, 20 million tonnalik zamonaviy cho'ng neft va tabiiy gaz maydonini to'liq qurishning umumiy strategik nishonini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoycha Tangirtog to'g'rida e'lon qilingan xabarda ko'rsatilishicha, bu yil 1-martgacha tarin neftligi 1,166,000 tonna neft va 5 milliard 700 million kub metr tabiiy gaz ishlab chiqargan bo'lib, neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori o'xshash mazgildagidan 530,000 tonna oshgan va tarixdagi o'xshash mazgildagi eng yuqori rekordni yaratgan. Bu xabarda doirlarning bu yil kirgandan buyon tarin neftligida ishlab chiqarishning uda va tez ishiga kapolatlik qilganligi, oldingi 2 oyda 23 yangi quduqni ishga kirishtirib, neft va tabiiy gaz ilib, plandan ayrim holda 15,800 tonna va 51 million kub metr oshirilganligi bildirilgan.
Hozir Tarim neftdagi kuniga o'ttir hisob bilan 16.800 tonna neft va 92.660.000 kub metr tabiiy gaz ishlab chiqaradi ekan. Chet ellardagi kuzatuvchilar yuqorqi xabardan Xitoy hukumatining jon jahli bilan Sharq Turkistonning tabiiy boyliqlarini talon-taroj qilishini kuchaytirayotganligini ochiq ko'rib olganligi bo'ladiganligini ta'kidladi. Ular bir millatning boyliqlarini talon-taroj qilish va yo'tkashmo irqiy qirg'inchilikning muhim bir namoyandasi deb ko'rsatdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısida diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq pirugrammimizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xeyr xo'sh.